Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu xomushlik kasalini davolashdagi bir yangilikni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Xomushlik kasali deganimiz ig'ir darajada tushkunlashish sababidan kelib chiqqan ro'y kasallik bo'lib, hozir qadar alayida unumlik davolash bo'lmag'achqa, ba'zi bemorlar o'zini o'ltirib bilish orqali hayotini oxirlashtirishni tanlagan. Bu xomishlik kasali to'g'risida men burunqi bir leksiyarimdami tafsili to'xtalib o'tgan bo'lib, bu xomishlik kasali yana tushkunlashish shu eng ko'p uchraydigan ro'y normallikning biri bo'lib, Amerikaning davlatlik kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markaziniki 2019-yillik sonliq ma'lumotiga asoslangan vaqtida quramiga yetgan Amerikaliklarning 5% o'zlarida tushkunlashish alomatlari borligini bayon qilgan. Ya'ni demak, bu tushkunlashish yoki xomushlik kasali Amerikaliklarni o'z ichiga olgan har qaysi davlat va har qaysi millatlar orasida nisbatan ko'p uchraydigan bir xil kasallik bo'lib, bizning Uyg'urlarning ichidami xeyli ko'p uchraydi. Men bu haqda burun so'zlagan shu tushkunlashish yoki xomushlik kasali to'g'risidagi leksiyarimdami biroz to'xtalib o'tgan. Bugun men shu yaqinda e'lon qilgan bu kasalga nisbatan yangicha bir davolash to'g'risidagi maqolani qisqa qilib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yaqinda shu Kaliforniya universitetiniki shu San Fransisko tarmoqidagi tadqiqotchilar ilib borgan bir tadqiqot natijasidan yozilgan bir maqola dunyodagi eng dongliq tabiat jurnalida e'lon qilingan bo'lib, bu maqola e'lon qilingandan keyin bir qism cho'ng medialarda alayida xabar qatorida bu tadqiqotchilarning tadqiqot natijasi e'lon qilingan. Ya'ni ular bu shu Amerikaninki rasmiy clinical sinoq tasdiqidan o'tib rasmiy sinoq qilinayotgan bir davolash turi bo'lib, bu turda asosliqi shu ig'ir darajada xomushlik kasaliga giribtor bo'lgan va boshqa davolashlar unum bermagan bir qism kishilarniki mingisni shu elektronlik qo'zg'atuvchi orqali qo'zg'atib davolagan vaqtida uninki unuminiki yaxshi bo'lganligi o'tirib qo'yilgan. Ya'ni bu xil davolash bir xil universal o'lchamlik davolash bo'lmasdan, balki har bir bemorninki amaliy ahvoliga asosan loyihalangan, ya'ni shaxsiylashtirilgan davolash usuli bo'lib, dastlabki qadamda bu davolashniki unuminiki alayida yaxshi bo'lganligi bu maqolada o'tirib qo'yilgan. Bu shu tabiat jurnalidagi asli maqola. Hamda bu kasal men yuqorida o'tgandagidek unumlik davolash bo'lmagan bir xil kasallik bo'lib, buningda hamda har xil usullar sinab beqilgan bo'lsa-mu, lekin bir qism kishilarda har xil davolash usullariga nisbatan bir unum bermaslik ahvoli mavjud bo'lganlikdan bu kasalni oxirida shu mingining ichiga elektronlik qo'zg'atgich qo'yish orqali o'xshamagan vaqtda, o'xshamagan yerdagi shu qo'zg'atgichni qo'zg'ash orqali, ya'ni bir necha sekunddan bir necha minutgacha qo'zg'ash orqali, qayta qo'zg'ash orqali davolash ilib borgan vaqtida buniki unuminiki burunqi har xil davolashdan alayida
unumlik bo'lganligi bayqalgan. Bu faqatla dastlabki qadamdagi bir natija bo'lib, ya'ni davolash natijasi bo'lib, buni texi rasmiy keng ko'lamda ishlatish uchun xeli uzun mezgil bor. Shundaqdimi, men bu kasalni davolashga nisbatan alayda bir yenilik qatorida qarab, qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni loyiq ko'rdim. Bugungi bu yeni davolash to'g'risidagi xabarni sizlar bilan o'rtoqlashishni mushu yerda to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.